Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Yana biz Sochiq Optimdamiz. O'zingizlar assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Suyimsiz? Mana Sochiq Optimga yana yangiliklar qo'shildi. Mana pastellar qo'shildi o'rtoqlar. Pastel, pakrival, undan tashqari adyollar. 2 kishilik, 1 kishilik, 2 qavatli bular. 2 qavatli. Detskiylar ham bor. Bular O'zbekiston, Xitoy savmesting. Undan tashqari mana daroshkalar ham bor. Zo'r. Qayerdan boshlaymiz? Adyollardan boshlayveramiz, ha? Adyollar aytavering. Adyollarda 1 kishiliklari 110 ming so'mdan bo'ladi, 2 kishiliklari 150 ming so'm, detskilari 55 ming so'm. Detskilari 55 ming. Bular 2 qavatli, ha? 2 qavatli. Bular ekranda hozir rasmini ham qoldiryapmiz. Hozir rasmga oldik. Shuna rasmlarni ekranda qoldiryapmiz. Qanaqa gullari bor deganlarga. Standart bo'yicha 2 kishilik, 1 kishilik, sizlar doim olib yurganlar, 2 qavatli O'zbekiston, Xitoy 110 mingga 150 ming so'm ekan. Detskilar 55 ming so'm, ha? Detskilar 55 ming so'm. Bu daroshkalar qancha daroshkalar? Daroshkalar 120 ming so'm. O'rtoqlar, bu yangilik ketdi. Bu ham materiali kauchukka shunaqa o'xshagan narsa. Kattasidan bo'ladi. Bular qancha? 120 ming so'm. 120 ming so'm. Endi taxminan 1ga 120, 130 lar, ha? Shuna atrofida. Katta ekan, lekin bemalol kirishni qoplayveradi. Haligi ayniqsa mavsumga yaxshi, yomg'ir, qor, oyoq qo'l bo'ladi, suv olmaydi, zo'n narsa ekan. Sirpanchiq emas ekan. Nimacha bo'ladi? Ha, yopishadi. Qo'lga yopishadi, vali sirpanib ketmaydi, zo'r. Pastellar mana eng trenddagi o'rtoqlar, mana pomada pastel deydi buni. Ko'pchilik olib yuribsizlar, jatka. Qanchaga beryapsiz bularni? Bularni 150 ming qilib beryapmiz. 150 ming. Press olsa boshqa narxga beramiz. Ha, ko'proq olsa boshqa narxga beraverasiz o'rtoqlar. Mana ko'pchilik asosan ayol qizlar yaxshi biladi buni. Mana 2 kishilik bular jatka. Bu jatkalar sezon tanlamaydi. Sezon tanlamaydi, ketaveradi. 150 ming so'm. Agar ko'proq olinsa, press olinsa kelishtirib beriladi. Telefon nomerlarini ham mana qoldiramiz. Oxirida ham mana ekranga ham yozib qo'yamiz telefon nomerlarini. Eng birinchi nomerga telefon qilaverasizlar asosan. Bu zimniy variantlar, ha bu? Zimniy variantlari bular. Mana bu hozir ko'rgan pomada jatkani bu zimniy varianti. Bu qancha beryapsiz bu zimniy variantlar? Bularga 300 ming so'm beryapmiz. Bularga 300 ming. press olsa kelishtirib beramiz, chiroyli. 300 ming so'm berilyapti, press olsa kelishtiriladi. Original sumkasi mana. Har biriga mana shu pastel, zimniy pastelni olsalang, sumkalari qo'shib beriladi. Zo'r. Undan tashqari boshqa gullar ham bor pastellarida. Detski adyollarimiz ham bor. Mana o'rtoqlar mana jatkadan ham bor ekan mana. Mana shu ham trend bo'lgan. Bular qancha bular? Bular nima bu? Bular 120 mingdan detski adyollar bo'ladi. O'yinchoqli adyollar. Ha, o'yinchoqli adyol. Zo'r. Mana o'rtoqlar pastellarida mana dantellar, brand hammasi bor ekan, ha. Gullari bor. Telegram kanallar, gruppalarni ekranda ham qoldiryapmiz. Kirsalar rasmlarni tashib berishadi. Bular ham zimniy. Bu qancha bu? Bular 250 mingdan 5 ta nalichkali bo'ladi. Ha, 5 nalichkali bu. 5 ta nalichkali 250 ming. Bu ham brand, aytgan vishkalar bilan tikilgan ekan. Dantellar desa dantellar ham bor. Dantellar brand bor. Eng hadovoy dantellar brand. Shunaqa. Zo'r. Bular sumkachaliklar. Hozir ko'rganimizmi bu? 260 ming so'mdan kapalayli hozir trendga chiqib turganlar. Kapalay uchib turadi, halpirab turadi. Zo'r. Zo'r. Qani ichkari kiramizmi? Endi 1 kishiliklar bular. Hammasi. Va bular 1 kishilik. 1 kishilik qancha beryapsiz ular? 1 kishiliklar 100 ming so'm beryapmiz. 1 kishiliklar press olsa kelishtirib beramiz. Boshqa narx. Zo'r, gullari bor. Telegramdan yozsa, rasmlarni tashib beraverasiz gullarini. Telegramdan yozsalar o'rtoqlar, men nomerlar qoldiryapmiz ekranda, tashib berishaveradi. Dasturxonlarimiz bor. Har xil razmerda, xohlagan razmerda qilib beramiz. Mana o'rtoqlar, Bahadir. Bu importni bu. Eng hadovoy mana shu Bahadir, eng hadovoy. Original razmerlari berilgan. Betdagi 72 126. Bu degani 180 ga 320 lik ekan. Katta stolga tushadigan. Katta 12 tali stolga tushadi. Zo'r. Pressosi kelishtirib. Ko'proq kelishtirasam uni ham. Xohlagan razmerdan bor. Zo'r. Joynamozlar. O'rtoqlar joynamozlar ham bor ekan. 5 xil variant, yana 5 xil varianti bor. Bularimizni 40 ming so'mdan qilib beramiz. 40 ming so'm, ha bu? 40 ming so'm. Bu gilam joynamoziga o'rtoqlar, mana qaranglar. Hozir mavsumga mosda, hozir bemalol tashqarida ham juma namoziga borilsa, bemalol tashqarida ham o'tirsa bo'laveradi.
Qalin, gilam. Zo'r. Qani ichkariga yuraylikchi, mana ichkariga. Oldingi videolarimizda ham ko'rsatganmiz, bu do'konni juda ko'p ko'rsatamiz. Assortimenti zo'r, narxlari zo'r. Ashdan boshlayvering, mana shu qimmatlaridan boshlaylikchi. Bizda yangiliklarimiz kelgan Marovadan. Bular 75 ming so'mdan. Ona bola. Ona bola, bitta bandi, bitta 100 sochiq, 75 ming so'm mana shular. O'rtoqlar, ona bola bu 100 qo'l sochiq bitta bandi sochiq bo'ladi. Bitta 100 sochiq, bitta bandi sochiq. Mana ikkovi ona bola bo'ladi. Ona bola bo'ladi. 75 ming so'm, bulari 85 ming so'mdan. Ona bolalarimiz 50 ming. Bu qarang, bu Xitoymi, O'zbekistonmi bu? Mana Xitoy sammes, O'zbekiston bo'ladi. O'zbekiston Xitoy sammesni bu. Dizayni Xitoy, ishlab chiqarish O'zbekiston. Zo'r. Keyingilari qanchadan? Aytib ketavering. Polni 70 mingdan mana shu taraflar. Hammasi gramaj og'ir zo'r bo'ladi. To'rda turganlar 60 ming so'mdan bo'ladi. Nariyondagilar 50 ming so'mdan bo'ladi. 50 ming so'mdan, bular. Oxirgacha 50 ming bular? Oxirgacha 50 ming hammasi. Mana o'rtoqlar 50 ming. Pastda turgan korobkalar bu xuddi shular korobkaga solingan variant. Chiroyli solib beramiz. Mana sizlarga yana bitta mana taklif, tavsiya. Xohlasalang mana oldirsalang, korobkasi bilan qo'shib ber. Korobkasi qancha qo'shiladi? Korobkasiga 5 ming so'mdan qo'shiladi. O'rtoqlar 5 ming qo'shilsa, korobkaga ham solib beriladi. Padarchnik zo'r variant. Hozir to'ylarga, marosimlarga, tug'ilgan kunlarga bersalang, korobka qilib bersalang, juda chiroyli chiqaveradi. Zo'r. Keyin xalatlarimiz bor mana. 100 ming so'mdan bo'ladi bu xalatlarimiz. Bu xalatlar mana o'rtoqlar hamma setkasidan bor. Ochig'imi bu yo boshqami bu? Bu boshqasi ochig'i. Yo'q, lekin xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Shu variantda bo'ladi, mana hozirgi mana. Mana ushlab turing shuni. Shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa xalat bo'ladi. Agar shuna chiqmasa, mana shu bilan videoga olib qo'yapman, shu bola javob beraveraman mana. Xuddi shunaqa bo'ladi bu xalat ham. Eng arzon variant-a bu. Bunisi qancha bunisi? 100 so'mdan bo'ladi. Bunisi 190 ming so'mdan. 190 ming, bu. Variantlar. Mana o'rtoqlar variantlar 100 ming so'mdan boshlangan eng qimmat qancha? 190 ming. 190 ming. Kimni cho'ntagiga qanaqa ko'tarsa bemalol olaveradi. Xolasa arzoni, xolasa qimmat, hammasidan bor. Bular mahroviy paxtali, narigilar villurli, 190 minglik. Bo'ladi. Zo'r. Keyin bu yerda gilamlarimiz bor. Mana bular ham bor. 250 ming so'mdan narxlari. Necha bu gilam? 2 ga 3 razmerda bo'ladi. Buni rasmini qo'yib ketamiz. Rasmini qo'yib boramiz buni ham. Necha dedingiz? 2 ga 3 razmerda bo'ladi. 2 metrga 3 metr. 250 ming narx. 250. Vobshe zo'r. O'rtoqlar bu gilam bu gilam bu. Mana. Rosa qalin bo'ladi, tormozli bo'ladi. Kafilga bo'lsa. Tega mana tormozli ekan mana qarang. Bu narsa. To'g'ri, zo'r. Bular joy namozmi? Bular joy namozlarimiz o'sha 40 ming deganingiz. 40 ming so'mdan ko'proq olsa kelishadigan joyi bor. Mana ular nima bular? Bular sauna sochiqlarimiz bo'ladi. Sauna sochiqlar. Narxi 70 ming so'mdan, suvda vobshe zo'r oladi o'ziga. 75 ming. 75 ming, 70 ming. Bu pakrivalmi ro'paradagi? Pakrivallar, 140 ming so'mdan, ana vafidniy pakrivallar. Bular ham 100% paxta bo'ladi. Qarang, arzon variant nimalar bor? Marosimlar tarqatgani olishyapti-ku. Tarqatgani mana monolarimiz bor. Narxi 4,5 ming, 5 ming so'mdan tushadi. 4,5 ming, 5 mingdan. Zo'r. 70 ga 140 bo'ladi. Razmeri 70 ga bir o'qir. 70 ga 40. 70 ga 40 bo'ladi. 70 ga 40. Zo'r. Bular qanchadan bo'ladi? Bular 4 ming so'mdan bo'ladi. Bu 4 ming so'm qo'l sochiq-a bular? Qo'l sochiq, hammasi marosimlarga. Marosimlarga mana arzon variantdan shulardan ham olsalar bo'lar. Lekin bu arzon degani yomon degani emas o'rtoqlar. Sifati yaxshi, prosta optim, katta optimligi uchun. Arzon. Ya'ni o'ylamanglar, u 4 ming so'mga nima beradi yo 2 ming so'mga nima beradi emas. Bet optim bo'lgani uchun mana bunaqa salfetkalarimiz bor, hozir to'ylarga, rasazor ketyapti marosimlarga. Bularimiz 50 ming so'mdan. 50 ming so'm. 10 ta bo'ladi. Donasi 5 ming so'mdan aylanadi. Har xil rasvetkali ranglari bor. Keyin sepga solinadigan Xitoy sochiqlarimiz bor, mana 95 ming so'mdan bo'ladi bular. Har xil rasvetkalari bor. Toza Xitoy bo'ladi. Xorazm sochiqlarimiz bor. Buni ikki xil rangi bor. Bu Xorazmda chiqadimi bu? Nega Xorazmda? Sochiq nomi shunaqa. Nomi shunaqa xolasam buni. O'rtoqlar bu yerdagilar hammasi fabrika ish bular. Hammasi fabrika, eksportga chiqadiganlar. O'zbekistonda chiqadigan sochiqlar aslida eksportga chiqadi, chunki bizda toza paxta bor. Paxta arzonligi uchun bizda asosan eksportga paxtali narsalar chiqadi. Aynan xuddi shu narsalar mana qaranglar, assortimentlar zo'r. Mana rasvetkalar zo'r.
Hozir biz bozorda oxirida boshqatdan unaqa qilib, vitrina qildirib, sal tartibga keltirib oldiryapmiz hozir. Nashlar ham to'laydi. Zo'r. Keyin ham mana narsalarimiz bor, arzonroq, yaxshi tavsiya qiladigan. Farklarimiz bor. Hozir farklarimiz rosa zo'r trendga chiqyapti. Bulari 15 ming so'mdan, mana bulari 20 ming so'm. Suv o'tkazmaydi bular, ha? Zo'r. 18 ming so'mdan bulari. O'ta darajada hozir nima to'ylarga nimalar bo'lyapti mana? Tog'ora yopqich. Ha, tog'ora yopqich. Ha. Bular 25 ming so'mdan. Tog'ora yopqich. Zo'r. Ikkitali sochlarimiz bor, o'sha trenddan qolmagan hozir rosa zo'r ketyapti bular ham. Ha, o'tgan safar ham qilganmiz buni, obzor qilganmiz. Bu qancha edi? 115 ming so'mdan bo'ladi. 115 ming so'm. Optimga kelishadigan joyi bor. Zo'r. Mana bosh sochiq deydimi? Bosh sochiqlarimiz bor, bosh sochiqlarimiz va fizor. Bu qancha? Sezon kelyapti. 10 ming so'mdan. Mana o'rtoqlar. 10 minut 20 minut. Ko'rish kerak, biznesni boshlash kerak, biznes boshlamoqchi bo'lganlar. Bu detski qancha detski? Bular 45 ming so'mdan babu holatlar bo'ladi. Shuni o'rab oladigan. Ha, o'rab oladi, chaqaloqlarga bu. Ha, zo'r. 45 ming so'mdan. Telegram gruppalari bor. Telegram gruppani hozir ekranda qoldiryapmiz. Telefon nomerlari ekranda qoldiryapmiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Boboshbek bozorida. Boshqa kunlari ham. Ha, o'sha birinchi kirish darvozadan kirganligingda ro'paralingda o'zi chiqadi. Juda katta joyda. Telefon nomerlari 50lik 502 80 80, 97lik 502 80 80, 33lik 508 80 80. Asosan birinchida turgan 50lik nomerga qilsang, sizniki Ro'zali. Ro'zali bemalol savollarga javob beraveradi. Kimga lokatsiya kerak bo'lsa, gruppaga ham lokatsiya tashlangan, kebosalangan bo'laveradi. Dastavkalar ham bor. Butun respublika bo'yicha, qo'shni respublikalarga ham bor. Chiqarib berilaveradi. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston farqi yo'q. Dunyo bo'ylab eksport bor. Dunyo bo'ylab eksport bor. Mana pastellarimiz ham ketyapti. Xohlaganingiz. O'rtoqlar telefon nomerlari qoldirdik. Qanaqa savol bo'lsa telefon nomerlariga bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.